Sizni kassingiz menga bitta dona 1 kilo parashokka 400 ming so'mdan baland summaga ko'rsatib beryapti. Tadbirkorlar xatolari. O'rtoqlar, mana chek. Onlayn nazorat kassa mashinasini cheki. Mana QR kodini urib, hamma 1% cashbackini ham olamiz-ku. Bu cheklarni sizlarga ko'rsatishdan maqsad nima? Bu o'zimda bo'lib turgan holat va har doim o'zimda bo'lgan holatlarda har bir do'konda ogohlantirish etib ketaman. Qaysi ma'noda ehtiyot bo'linglar, ertaga tekshiruv paytida sizlarga katta zarar yetib qoladi deb. Nimada xato kamchilik ketyapti? Buni buxgalterlar, sizlar ham bilinglar, biznes egalari juda katta ahamiyat berib qo'yinglar. Mana bitta mana chek ko'zida 400 ming so'mdan ortiqli mahsulot sotib olingan, uning ichida shampun, balzam, sovun, yana bir nimalar sotib olingan, bir qancha narsa sotib olingan va o'sha sotib olingan narsaga bizga hammasiga bitta qilib 1 kilogramm parashok deb yozib berishdi. Tasavvur qiling, 400 ming so'mga 1 kilogramm parashok olsam-a. Mayli. Gap uni men parashok sotib olganimda emas. Gap ertaga bu biznes egasiga qanaqa soliq oqibatiga olib keladi degan deyishdi. Balki siz haqiqatda prihodingizda, ya'ni kirimingizda parashok bordir. Parashokka 10 ming so'mdan, 15 ming so'mdan prihod qilgandirsiz. Lekin men 10 ta narsa sotib olganimga sizni kassingiz menga bitta dona 1 kilo parashokka 400 ming so'mdan baland summaga ko'rsatib beryapti. Ertaga buni oqibatida nima bo'ladi? 1 kilo parashokingiz hisobdan chiqariladi va 15 ming so'm yoki 10 ming so'mlik narsani 400 ming so'mga sotdingiz bo'ladi. Yo'q joydan qo'shilgan qiymat solig'i, katta qo'shilgan qiymat solig'i chiqadi. Yo'q joydan katta foyda solig'i chiqadi. Va oxir oqibat soliqlar yomon yoki soliqchilar yomonga aylanadi. Kelinglar, bitta narsa, birovni yomon deyishdan oldin ozgina qilayotgan ishimizga e'tibor berib qo'yaylik. Oddiygina narsa, juda ham oddiy narsa va shu oddiy narsa aslida sizni biznesingizni bankrot holatigacha olib kelishi mumkin. Tekshiruv paytida oladi, mana sen parashok sotib olgan ekansan deydi. Hop. 10 kilo sotib olibsan. 10 ming so'mdan 100 ming so'mga. 400 ming so'mdan 4 millionga sotibsan deydi. Solig'ingiz qancha bo'lib ketadi? Siz unga qanaqa qilib kelgan? Yo'q, aslida men 10 ming so'mlik narsani 15 ming so'mga sotganman. Lekin bu 400 ming so'm ichida boshqa narsa bor deb isbotlab berasiz. Sizni onlayn kassa chekingizda hamma narsa ko'rinib turibdi. Bu birinchi eng katta xato. Bu yerdagi xatoning birinchisi o'zi boshqa narsa uchun boshqa narsa yozib berishida. Shu chek ko'zdagi ikkinchi xato arzimagan 1 kilo yoki 1 dona narsa uchun juda katta summani yozib berishida. Hattoki soliqdan bo'yin tovlash, juda ko'p miqdorda yashirilgan tovar, ya'ni kirim qilinmagan tovarlarni sotish degan da'vo bilan hattoki jinoiy ish qo'zg'atib, jinoyatchiga ham chiqib ketishingiz mumkin. Ehtiyotli qilinglar, qilayotgan ishlarni ozgina iltimos shunchaki buxgalteriyaga integratsiya qilib qo'yinglar, bo'ldi. Sizlar juda ko'p narsadan, o'zingizlardan risklardan qutulgan bo'lasizlar.